Assalomu alaykum. Menga obuna bo'lganmisizlar? Rosh keramikaga kutuvdinglarmi? Bitta ko'raylik. Videoga olyapman, Instagramga joylashtiraman. Qachondir yo'limizdan chiqib qolishadi, kutuvdinglarmi? Bitta ko'ramiz. Qani, Rosh keramika. Obuna bo'lib, 10 ta videoga like bosgan bo'lsangiz bo'ldi, $100 ketdi. Bitta ko'ring, bitta ko'ring. Ko'ring, seriyozno. Realnimikan? Rostmikan? Mana. Qani? Obuna bo'lgansiz, to'xtang mana. 1 2 3 4 nimaga like bosmagansiz? 4 5 nimaga like bosmagansiz? Nimaga bosmaysizlar? Men shunga tushunmayman-da, hayron qolaveraman. Shu like bossanglar $100 yutib olishinglar mumkin edi. Nimaga? Nima deysiz? Obuna bo'lib like'lar bossinmi? Shartlar o'zgardi. Mana qaranglar, istoriyamni ham kuzatib turinglar. Obuna bo'lib 10 ta videoga like bossanglar bo'ldi. Istoriyaga bitta like bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. 1 dan 30 gacha necha sonni yaxshi ko'rasiz? 15 mi? Mana, sanang. Xohlagan tarafingizdan. Bu 100 endi obunachilarniki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oling $20. $20 necha pul bo'ladi? Yaqin 250 ming so'm bo'ladi. To'g'rimi? Xursandmisiz? Obuna bo'lishsinmi? Rost ekanmi? Dollar rost ekanmi? Sog' bo'linglar, rahmat.